Mayli yoki bitta marojniy yeb kelsak. Keyin roziman. Demak, bizning jamoamizda ham masalan Kolumbiyani cho'chita oladigan, boshqa raqiblarni cho'chita oladigan jihatlar bor. Masalan, Abduqodir Husanov oxirgi o'yinlari Manchester City'dagi juda ham yaxshi. Angliyalik muxlislar, futbol ekspertlari ham juda ham maqtab boshqalar. Endi o'yinini ko'rsangiz ham o'tgan yilga nisbatan ancha o'sish bor. Eldor Shomurodov mana Turkiya chempionatida to'plarlar bahsida birinchi o'rinda keldi. Abbos tushib qoldi ozgina. Abbosdan nimada jarohat bo'lib qoldi. Jarohat sababli nima bo'ldi deb o'ylayman. Keyin Abbos shunaqa o'yinchiki, klubdan ko'ra terma jamoada boshqacha o'ynaydi. O'zi shunaqa o'yinchilar bo'ladi. Bir xil bo'ladi, klubda zo'r o'ynaydi. Terma jamoada hech omadi kelmaydi boshqa. Masalan, oldin Messiga nisbatan shunaqa deyilardi. Klubida zo'r o'ynaydi, terma jamoasida o'ynay olmaydi. Abbosni ham klubdagi hozirgi holati jarohati bilan bog'liq deb o'ylayman. Shu effektni inobatga olib, baribir milliy terma jamoa libosini kiygandan keyin ham jarohatdan yaxshi tiklanib boshqa bo'lib qaytgandan keyin men o'ylaymanki, bu ham o'zining eng yaxshi Abbos paytiga qayta oladi. Biz futbol muxlislari bugun 34 yil jahon chempionatiga chiqishini kutgan bo'lsak, terma jamoamizni yaxshi o'yinlar kutishga haqlimiz. Sababi shunga arziydigan yaxshi jamoa bor. Men o'ylayman, hech bo'lmasa bir g'alaba, bir durang bilan keyingi bosqichga guruhdan chiqib, mayli yoki bitta marojniy yeb kelsak, keyin roziman.